Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. O'zbekistonda baxtsiz hodisalar oqibatida halok bo'lgan xodimlarning oilasiga to'langan to'lov pullari ochiqlandi. O'zbekistonda baxtsiz hodisalar oqibatida halok bo'lgan xodimlarning oilasiga 3700 milliard so'mdan ortiq tovon pullari to'langani ma'lum bo'ldi. Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida o'tkazilgan brifingda Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi axborot xizmati rahbari Gulnoza Alimova joriy yilning 28-aprel 2-may kunlari davomida o'tkazilgan mehnatni muhofaza qilish haftaligi yakunlari yuzasidan ma'lumot berdi, deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz kanalimizga obuna bo'lib, videoroliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.